Bu çağda Pir Muhammed Mirzamo çoğun qo'shin to'plab Omu daryosi bo'yiga yiqilishib keldi. Shuning bilan shahzodlar o'rtasida taxt talashish urushi portladi. Buni fursat deb bilgan Sultan Xizr Xo'jaxon bilan Ulug'bek Xudoydat Amir Temur saltanatining homiyligidan qutulish, shundaqla to'liq Temur saltanatini asliga keltirish maqsadida Samarqandga yurish qildi va ancha kuchmayla Sultan Xalil Mirzani Shiroz qal'asida asirga oldida Udul Qashqarga avatib nazarband qildi. Lekin bu g'alaba ancha uzun davomlashmadi. Amir Temurning 4-xonzodasi Xorason hukmroni Shahrux Mirzo jiyan o'g'li Sultan Xalil Mirzaning falokatga yo'liqqanini, dadasining bir umr yurakini sarf qilib tikilgan saltanatining parchalanib, yemirilib ketib qolganini ko'rib, 1409-yili bahorda zo'r qo'shin bilan Hirotdan Samarqandga yurish qildi. Ulug'bek Xudoydat Shahrux Mirzaga tankilamaydiganligini tanlab, Samarqandni tashlab Toshkentga chekindi. Biroq u Toshkentda tura olmadi. Chunki bu chaqda Sultan Xizr Xo'jaxonning qazo qilganligi xabari yetib kelgan edi. Bu shum xabarni olgan Ulug'bek Xudoydat Toshkentdan Udul Turpanga qaytdi-da, Xizr Xo'jaxonning cho'ng o'g'li Xonzoda Muhammad xonni taxtda o'ltirg'izdi. Shu yil kuzda Shahrux Mirzo 19 yoshli xonzodasi Muhammad To'rg'ay Mirzo Ulug'bekni Samarqand taxtida o'ltirg'izib qo'yib, o'zi Hirotga qaytib keldi. Sultan Muhammad xonning umri nihoyatda qisqa bo'ldi. Mo'g'uliston taxtida oram 5 yil o'ltiraldi. Bu 5 yil ichida Ulug'bek Amir Xudoydatning Mavara-un-Nahrga qayta lashkar tortib berish uchun qilgan tayyorliklari Sultan Muhammad xonning vafoti bilan butunlay bekor bo'ldi. Mo'g'uliston taxtiga Sultan Muhammad xonning 2-xonzodasi Shir Muhammad xon o'ltirdi. Uvays xon Mushiyaga kelganda nima uchundir xiyolini davomlashtirg'isi kelmadi. Oshu qorniyat nafsoniyatchi xon tog'isini aslashni, hatto ismini tilga elishni xohlamaydi. Shir Muhammad xon taxtda o'ltirgandan keyin o'zining taxtda o'ltirishini qo'llamagan bir qism amir sarkarlarni yo'qlan bahona sabablar bilan o'ltirdi yoki mansabdan qoldirdi, surgun qildi. Jiyani Uvays xonga so'g'uq muomala qilib, o'rda ishlaridan chetlashtirdi. Uvays xon tog'isi Shir Muhammad xonning taxtda o'ltirgandan keyingi kunlarini qora kun deb hisoblaydi. Shu topda uning vujudini qaytadan g'am qayg'u hasrat cho'lg'ib olgan edi. Marhum jannat makon otam Shirali o'g'lan hayot bo'lgan bo'lsa, tog'amga taxt saltanat nada turibdi. Bir qism amirlarning meni taxtda o'ltirg'izmoqchi bo'lgani o'limga buyurib ketgudek gunoh emas edi. Asli xon tog'amning niyati xeyli burun buzilgan ekan. So'ng marhum otam bilan yaqin o'tgan amir baglarning hammasini degdek o'ldirdi. Surgun qildi, mansabdan qoldirdi, adabladi. U mendan texchilik xotirjam emas. Meni taxt saltanati uchun xavf, dushman hisoblaydi. Meni ko'zdan yo'qotishni amalini izlayotgandi balki. Sultan Muhammad xonning tuyuqsiz o'limi bilan tang o'rda amirlari orasida bo'linmachilik yuz berdi. Bu chaqda Ulug'bek Xudoydat shikarga chiqib ketgan bo'lib, o'rdada yo'q edi. Amirlarning orasida taxtga Sultan Muhammad xonning 2-o'g'li Shir Muhammad xon bilan cho'ng navrisi Uvays xondan qaysini o'ltirg'izish haqida qattiq ixtilof yuz berdi. Chunki Sultan Muhammad xon hayot vaqtida valiahdi tayinlamagan. Hatto taxt varisi haqida vasiyatni qoldirmagan edi. Alamdor amirlarning ko'pinchisi Uvays xonning taxtda o'ltirishini xohlaydi. Chunki Uvays xon Sultan Muhammad xonning cho'ng xonzodasi Shirali o'g'lanning o'g'li edi. Shirali o'g'lan hayot vaqtida lashkariy divonning amir kabir bo'lib, alamdor amirlarning orasida nihoyatda yuqori obro'ga ega edi. U bundan 2 yil avvalgi kuzda Ili vodisiga bostirib kirgan Mo'ng'ullar bilan bo'lgan jangda zaharlik yo o'q tegib, davolash unin bermay qazo qilgan edi. O'rdadagi alamdor amirlarning ko'pinchisi amir kabir Shirali o'g'lanning eng sadoqatmand sarkarlari edi. Ondan sırt Uvays xonmi yoshligiga baxmay taziyati va yuqori lashkariy mahorati bilan amir sarkarlarning qoyilligiga e'tirof qilishiga erishgan edi. Azaldan lashkariy ishlar qiziqmaydigan Shir Muhammad xonning bo'lsa, mol dunyo va ayollarga omroqligi bilan donqi bor edi. Uning haramidagi ayollar dadasi Sultan Muhammad xonning haramidagi ayollardan jiq edi.
Sharabxo'r, badqiliq, o'ktam bu xonzodani bir qism amirlar uncha yoqtirib ketmaydi. Lekin shundaqdimi o'rdida Shir Muhammadxonni qo'llaydigan amirlar bor edi. Ular Shir Muhammadxonni taxtga chiqarib, ishonchiga erishish, shu orqali o'rdadagi yuqori mansab martabalarni qo'lga kirgizish uchun oldin qo'l silib, Shir Muhammadxonni harakatga keltirdi. Bu chaqda Shir Muhammadxonning oshko'zlik bilan yiqqan mol dunyolarimi o'z kuchini ko'rsatdi. Qo'ltay chaqirib taxt varisi belgilash tarafdori bo'lgan bir qism amirlar oltinga setildi. Shundaq qilib, Shir Muhammadxon tarafdorlari ustunlikni egildi-da, Ulusbegi Xudoydat shikardan qaytib kelib bo'lguncha Shir Muhammadxonni taxtda o'ltirg'izib ulgurdi. Shikardan oldirab tenab qaytib kelgan Ulusbegi Xudoydat Shahzod Uvaysxon va uning tarafdorlariga tasalli berib, o'rdada yuz berish ehtimoli bo'lgan bir maydon qirg'inchilikni to'sib qola olgan bo'lsa, allaqachon taxtda o'ltirib bo'lgan Sulton Shir Muhammadxonga hech nima deyolmadi. Hamda uni atrofini o'rab olgan xushomadchi, kozzab, yelgar amirlarning changilidan qutuldirib chiqishga amalsiz qoldi. Malika Sulton xotunning sipirlab besilgan qadam tivishi Uvaysxonning hasratli xiyollarini chalg'itdi. U onasini ko'rib das o'rnidan turdi. "Usul qichi vasla", dedi Sulton xotun kumush patnosni ikki qo'llab tutib. Uvaysxon kumush patnosdagi qoshtishi jamni qo'liga olg'ach, onasiga lapida qaradi. So'lg'in chiroy, g'amkin ko'zlardan tasvirligisiz bir onalik mehri balqibdi. Uvaysxon onasiga ikki qiz gap qilishni o'ylagan bo'lsa-mu, lekin yo tasalli berishni, yo hol etishni bilmay, levini mahkam tishlaganicha turaverdi. O'g'liga bir necha daqiqa qarab turgan ona ulug' kichik tinib etib, eg'iz ochdi. "Issiq o'tib ketmasin. Aziz tanlarni asrislab olam. Rahmatlik padarlari shunqar bo'lgandan beri mening birdan-bir ko'ngil qovunadigan odamim o'zlari. Shunqar bo'ldi degan gap o'ldi, olamdan o'tdi degan gapkan. Odam dardni ichiga yutib olsa, tan zaiflashadi. Zaifdan kasalning oromgohidir. Bardam bo'lsizlar." Ona o'g'lini sharbatni ichishga undadi. "Qani, ichivasizlar." Uvaysxon qoshtishi jamni leviga tekkizib, asta sumirdi. Qarizga selib saqlagan sharbat muzdek so'g'uq edi. Ham so'g'uq, ham shirin sharbatdan vujudi rohatlangandek bo'ldi. Ana o'g'lining qo'shimlari kirishib ketgan to'm qarqashlariga, cho'ng-cho'ng ko'zlariga, kuchi to'mroq qonshiriga, sal do'rday kelgan qalbiga qarab, bir tilla ko'ziga mo'ldi yosh oldi. Shu topda o'g'li ko'ziga marhum kuyasi Shirali o'g'landek ko'rinib ketgan edi. Demisimi, Uvaysxonning chiroyi dadasiga xuddi terisini choplab qo'ygandek o'xshaydi. Kuyasi deganimiz eri, yo'ldishi deganlik bo'ladi debdi izohatda. Yaratgan egam, chiroyini o'xshatsang umrni o'xshatmag'aysan, deganlarni ko'nglidan o'tkazdi. Ona hasratlik uftadi. "Bundoq issiqda menga usullik berman deb avar bo'lmaslar ana", dedi Uvaysxon qoshtishi jamni kumush patnosga qo'yib turib. "Faqat ko'ngillar qo'ymasa xizmatkorlardan chiqarib tasla. O'z qo'lim bilan sunib berganimga o'xshamaydi bolam." "Unisi g'o'ras", dedi ona mehridan vujudiga shurrudi baxtiyorlik taragan Uvaysxon so'z kulimsirab. "Lekin meni deb betap bo'lib qasla bo'lmaydi ona. Men uchun o'zlarining salomatliklari hammadan muhim." Ona o'g'lining ko'ziga tikilib qaradi. "Men rostdan sog' salomat tursin deysizlar, qaddillarini ruslaslab olam. Munochilikqa butkul olamga pur ketgan Shirali o'g'lanning pushti, muxoliflarning onchki zarbasiga bardostlik berolmay, Chaharbog'da ezilib o'ltirsa qamlashmaydi. Jahonning ishlari insonning orzusidagidek o'ngishliq bo'lavermaydi. O'ngishsizlikqa duch kelganda o'zini yo'qotib, hasrat nadomat chekib o'tirish yigitning ishi emas.
Üveysxan anasının gözüge yalt etip qaradı. Sultan Xatunның çaqmaq kirpikli şəhla gözlərdən təsvirligisiz bir xil cəsarət, qət'ilik, işenç balqıb turatdı. Üveysxan anasının daim görüp adetlənген mulayim gözlərdəki güc, rəğbətini görüp heyran qaldı. Acaba anası onun 2 gündən beri oy xiyallarını bilib qalğanmıdı? Xan tağısı Şir Muhammed Xanның ordu ziyafətində onu tövən dərəcəlik əmrlər bilan bir qatarda o'ltirishga buyurganligidan xabar topqanmıdı? Kamsitish, yaklash, haqoratlashga bardoshlik berolmay, umidsizlik vodisida tengirqab, hamma orzu-armonlardan voz kechishni, ordini, ostanini tashlab, yiroqlarga ketib, zohidlikcha yashashni niyat qilgan Üveysxan shu topda onasining o'ngsizlikqa duch kelganda o'zini yo'qotib, hasrat nadomat chekib o'ltirish yigitning ishi emas degan so'zlardan xijil bo'lib, gadiniga qizdirib ketgan edi. Sen kim? Sen degan nochilik jahonga pur ketgan shirali o'g'lanning pushti degan so'z quloq döyde to'xtamay jaranglab, vujudini larziga selib o'tadi. Yerkida birdinla g'alyon ko'targan nomus kuchi 2 kundan beri ruhini asir qilib olgan xo'rliq tuyg'ulari ustidan g'olib kelib o'tadi. Üveysxan xan tağısı Sultan Şir Muhammed Xanның chekdan oshgan bu muomalasidan qattiq xo'rliq his qildi. Ortada hech qanday amirlik martabasi berilmagan shahzodalarga yuqori darajalik amirlar bilan o'xshash muomala qilinganligi barliq orda ahliga ayon edi. Chunki bu xon jamiyatidagilarning mutlaq imtiyozi edi. Biroq Üveysxan shahzoda bo'lib qolmasdan yana lashkariy divonning sarkardasi edi. Onun mushu sarkardlik martabasila ordada yuqori darajalik amirlar bilan bir qatorda turishga, bir dasturxonda g'izolanishga tamoman haqli ekanligiga to'liq asos bo'la oladi. Ammo Sultan Şir Muhammed Xan uning shaxsiyatlik salohiyatini, sarkardlik martabasini nazardan to'liq saqlab qolgan edi. Bu 2 kun avvalgi ish edi. Sultan Şir Muhammed Xan Şahnishinga to'liq jam bo'lgan cho'ng kichik amirlarning salomini qabul qilib bo'lgandan keyin o'ltirishga ijozat berdi. Odatda ordada muhim kengash bo'lmasa, amirlarning ma'lumotlarini anglab bilib qaytishga ijozat beriladi. Biroq u amirlarning ma'lumotini kutmayla o'ltirishga buyurgan edi. Allaqanday biror kengashning bo'lganligini pamlashgan amirlar martabalari bo'yicha joy ilishdi. Sultan Şir Muhammed Xan taxtda o'tirgandan beri qaralsiz ordu ziyofati uyushtiradigan, yana kelib ziyofatni Shahnishindan beradigan bo'lib olgan edi. Shahnishin ordu ziyofatxonasiga taxt uning g'izolanadigan joyiga aylangan edi. Amirlar xonning o'ltirishga ijozat berishdanla bugun yana ziyofatda bo'lganligini pamlashgan edi. Sultan Şir Muhammed Xan amirlarga bir qo'r nazar tashlagandan keyin tuyuqsiz o'rnidan turib ketdi. Xonning o'rnidan turganini ko'rgan amirlar olman-talman o'rinlardan turishga majbur bo'ldi. Chunki xondan burun o'ltirib olish yoki xon o'rnidan turganda darhol o'rnidan turmaslik og'ir gunoh hisoblanib, shunda qilsaganlar xonga behurmatlik qilganlar qatorida jazolanadi. Amirlar xuduksirgan holda yerdagidan xonga qarashdi. "Janob amirlarga ijozat. Hammalar joy olsunlar." Bu amirlar gongirgan holda bir-biriga qarashdi. Xon texicha o'rib turgan peti ularni o'ltirishga buyurib atdi. Ordu yusuni ostin-ustin bo'lib ketib boramdi, nima? Bu xon oliylarining nima qilganidu? Hech kim ko'nglidan kechganini so'rashga petinolmaydi. Xonning og'zidan chiqqan har bir eg'iz so'z farmon edi. Shunlashqa barliq amirlar o'rinlarida o'ltirishga majbur bo'ldi. Allaqanday bir vahimadan yuraklari selib ketdi. Şir Muhammed Xan xonlik taxtiga chiqqandan beri amirlar vahimada yuradigan bo'lib qolgan edi. Dakki-dukkilari besilish u yoqda tursin, bag'on sir kuchayib ketgan edi. Chunki bir maydon talash tortish, bas munozaraga sabab bo'lib, saltanat tizginini qo'liga olgan Sultan Şir Muhammed Xan amirlarga o'zining mutlaq hukmdor ekanligini bildirib qo'yish uchunmi, yoki bir qism peshqadam amirlarga sur hayvisini ko'rsatib qo'yish uchunmi va yoki dastlabda o'zining taxtda o'tirishini qo'llamagan amirlarning obro'yini tushirib,
Qo'saq ko'pikini chiqarib olish uchun aytavur pat-pat o'rinsiz farmonlarni tushirib, kimlarnidir hazil qiladi, kimlarnidir azor beradi, kimlarnidir jazoga buyuradi. Shu topda amirlar o'zlarining xonning nazaridan qochirish uchun yo'g'on sallalarni o'rgan boshlarini to'nlarining yoqasiga yo'shirishga urinadi. Shahnishinning ichi shuncha dimiq bo'g'ini qarmay sovuq tarlaydi. Sultan Sir Muhammad Xon bugungi maqsadini ko'ngliga allaqachon pukib qo'ygan edi. Shunga o'ylanib turmayli eg'iz ochdi. Amir Bosiq, Amir Salayxon, Amir Pirsali. Labbay qibligahim. Ismi atalgan amirlar das o'rindan turib qo'l bog'lashdi. Har qaysilari bugundan e'tiboran ta'tillar ko'pidan joy olsunlar. Devlet panahimizning iltifotiga ming mirati tasanna. Üç emir xushalliqidan og'izlari yaloq bo'lgan holda xonga ta'zim qilishdi va sagaz ko'rpidan qo'pib, oldida o'tirgan amirlarning gazgilaridan otlab degidek o'tib, oldingi ratdagi ta'tillar ko'rpida o'tirgan amirlarning orasiga sig'daldi. Bir necha daqiqalar qo'yirtipidan keyin Shohnishin yana timtasliqqa cho'mdi. Sultan Sir Muhammad Xonga turib-turibla amirlarning martabasini o'shundoq tuyuqsiz o'stirib qo'yish yoki tavallatib etish odat bo'lib qolgan edi. Shundaqdimi amirlarning yuragi allaqanday bir tuyg'uda dukkirlayotdi. Kimlarningdir hasaddan ichi odab ketib boradi. Kimlardir martabasini tavallab ketishdan voyim yeyotdi. Kimlardir o'zini xotirjam tutishga tirishib ko'zlarini yumib olgan edi. Amir Aqtemir, Amir Aqbo'g'a, Amir Bo'ronxo'ja, Amir Saburg'a, Amir Musa. Sultan Sir Muhammad Xon o'tirgan amirlarning orasidan kimnidir izlayotgandek yoki og'zining uchiga kelib qolgan gapni deymi, demaymi deb dangsayotgandek tarzda bir necha daqiqa turib qoldi. Ismi atalgan amirlar labbay qibligahim deyishgunicha o'rinlaridan turishib bo'lgan edi. Sultan Sir Muhammad Xon o'ziga g'ayrat berib turib eg'iz ochdi. Uvays Xon. Shahzoda Uvays Xon bir necha daqiqa tengir qilgandan keyin das o'rnidan turib qo'l bog'ladi. Labbay qibligahim. Sultan Sir Muhammad Xon jiyan o'g'lining Shahzoda, Amir, Sarkarda degan martaba nomini tilga olmay, bevosita ismini atagan edi. Xon taxti joylashgan shohsupaning o'ng tarafidagi ulusbeylik kursida o'tirgan Amir Xudoydod xonning ko'nglidagini bilib olmoqchi bo'lgandek yot etib xonga qaradi-da, yana shu hamon nazarini Shahzoda Uvays Xonga og'dirdi. Shu topda bu peshqadam amirning oppoq soqol bosgan g'amkin chiroyidan xonning bu qilqini yoqtirmaganligi mana manda chiqib turadi. Sagaz ko'pidan joy olsunlar, dedi Sultan Sir Muhammad Xon chiroyini purishtirib. Xon oliylarining iltifotiga hashqallah. Amirlar xonga chunqur bir salom berib etib, orqa ratdagi sagaz ko'piga berib o'tirishdi. Xon oliylarining iltifotiga hashqallah. Amirlar xonga chunqur bir salom berib etib, orqa ratdagi sagaz ko'piga berib o'tirishdi. Shahzoda Uvays Xon Sultan Sir Muhammad Xon bilan Ulusbegi Xudoydodga bir necha daqiqa qarab o'tgandan keyin o'ntinsiz sagaz ko'pi tarafga qarab mangdi. Sagaz ko'pida o'tirishga buyurilgan amirlarning hammasi lashkariy divonning yuqori darajali sarkarlari bo'lib, Sultan Sir Muhammad Xonning buvisi marhum Sultan Xizirxo'jaxon ularning bir necha qitimliq jangda ko'rsatgan to'ktilar uchun martabalarini o'stirib, palvon, bahodir unvonini tortib qolgan edi. Sultan Sir Muhammad Xon saltanat taxtiga jiyani Shahzoda Uvays Xonni o'ltirg'izish tarafdori bo'lgan bu amirlardan mushu usulda qo'sqidagi qumini chiqarib atdi. Uning bu amirlarning martabasini eplaslab, o'rnidan qo'g'lab chiqarg'isi, hatto o'limga buyruqsi bor edi. Ammo Ulusbegi Xudoydod qatorliq peshqadam amirlarning noroziligini qo'zg'ab qo'yishdan, o'chqiraq aytganda, ularning o'ziga qarshi chiqishdan ansiradi.
Chunki taxtga chiqqili ancha uzun bo'lmagan Shir Muhammadxonning o'rnida uli ancha mustahkam emas edi. Uni qo'llab atrofiga o'lishib olgan amirlarning mayli avom, mayli lashkarlar orasida tuzuk obro'yi yo'q edi. Shu sababdan u o'zining taxtga o'tirishiga qarshi chiqqan amirlarni bir yo'lli jazolashga petinamay vafotdi. Elmi yarim yildan beri o'zini besib olib, hokimiyat asosini puxtalashga tirishib keldi. Yeniga tortishga tegishlilarning xazindagi oltin kumushlarni oymay sarf qilib, in'om berish yo'li bilan yoki mansibini o'stirish yo'li bilan yeniga tortdi. Jazolashga tegishlilarni har xil bahona sabablar bilan bir-birlab jazoladi. Mansibini tuvanlatdi yoki mansabdan qoldirdi. Sürgün hisobida boshqa yurtlarga mansabga tayinlab yo'lga soldi. Lekin yuqorqi amirlarning hech qaysisiga ko'zining iqlimi chiqarib qarab qo'ymagan edi. Mana bugun oxir niyatini oshkorladi. Albatta, ularni ta'tillar ko'pidan sagaz ko'piga tushirish ishining boshlanishi edi. Qonun qo'sqi degan qanday shumliqlar borligini hech kim bilmaydi. Shahzoda Uvaysxon ziyofat boshlanmasdila shahnishindan chiqib ketdi. Sultan Shir Muhammadxon uning bor yo'qligini xiyoliga keltirib qo'ymadi. 2 kundan beri Uvaysxon ora qo'ydidagi ravaqda o'z yolg'iz xiyol surib o'tirib kun o'tkazdi. Rostini aytganda Uvaysxonning buyuk Mo'g'ulistonning oltin taxtida saltanat tizginini tutib o'tirish, Bo'g'isi To'g'liq Temirxonning saltanat shavkatini xalq olamga qaytadan namoyish qilish orzusi azaldan bor edi. Bo'g'isi Sulton Muhammadxon vafot bo'lgandan keyin bir qism sadoqatman amirlarning da'vat qilishi bilan bu orzusi texnik kuchaydi. Lekin uning tog'isi bilan taxt olishish xiyoli yo'q edi. Chunki Turkiy qavmlarining azaldan davomlashib kelayotgan udumi bo'yicha taxt varisligi avval cho'ng'iga nisb bo'lganligini u obdan biladi. Navada o'rda amirlari qurultay chaqirish yo'li bilan cho'ngni tashlab qo'yib kichkina taxtda o'tirg'usini qarorlashtirsa, bu boshqa gap edi. Yana bir tarafdan u azaldan mol dunyo yig'ishqa va aysh-ishratga mastan bo'lib ketgan tog'asi Shir Muhammadxonni saltanat ishlariga qiziqmaydi deb qaraydi. Agar shu kunlarda dadasi Amir Kabir Shirali o'g'lon hayot bo'lgan bo'lsa, taxt varisi haqida munozara qilishning hojati qolmaydi. Bo'g'isining tuyuqsiz vafot bo'lishi bilan tang bir qism amirlar uning qalbining eng pinhon joylaridagi bu armonlarni yelinjitib qo'ygan edi. Lekin o'ylamagan yerdan tog'asi Shir Muhammadxon amirlarning qurultay chaqirib qarorlashtirishni kutmayla darhol taxtda o'tirib oldi. Bu ishdan Uvaysxonning ko'ngli haqiqatan yerim bo'ldi. Shundaqdimi bu reallikni yana qabul qildi. O'zini taxtda o'tirg'izish uchun qilish yalang'ochlashga tayyor turgan amirlarni sukut qilishga, xon tog'isini e'tirof qilishga da'vat qildi. Agar shu chaqda Uvaysxon hali da'vatgan bo'lsa, lashkariy divonning huquqini tutib turgan bu amirlar o'rtada lashkariy o'zgarish qo'zg'ab, amdil taxtda o'tirgan Sulton Shir Muhammadxonni taxtni bekorlashga majburlashi mumkin edi. Biroq u bo'g'isining o'limi bilan tang o'rtada qon to'kilishni, tog'isi bilan taxt olishib saltanatning parchalanib ketishini xohlamadi. Xonning o'lim xabarini anglab, shikardan oldirab yenib kelgan Ulug'bek Xudoydatmu saltanatning tinchligini ko'zda tutib, shahzoda Uvaysxonga tasalli, amirlarga hoy berdi. Sulton bo'lmasam, taxtda o'tirmasam nim bo'pti. Baribir men xonga jiyan farzand-ku oxir. Buyuk saltanatning ro'naq tepishi, oba ajdodlarimning shon shavkatini julalantirish uchun xon tog'amning otgan o'qi, muxoliflarning beshiga chapgan shamshir bo'lsam esa. Uvaysxon o'ziga ana shunday tasalli bergan edi. Biroq Sulton Shir Muhammadxon ko'ngli ko'ksini uncha keng tutolmadi. 6 oydan beri qo'zqidagi g'umni yoshirin ifodalagan bo'lsa, buni amdi oshkorlagan edi. Oshkorlagandimi Uvaysxonga qilchilik yuz xotir qilmadi. Xonning uni sagaz ko'pida o'ltir degini, o'rdadan chiqib ket, saltanat ishlariga o'rlashma degani edi. Balkim ertaga uni o'rdadan haydab chiqarib etish ehtimolini yo'q chiqarib bo'lmaydi. 2 kundan beri Uvaysxon mush ishni o'ylab o'tirdi. Bo'pti. O'rdadan chiqib ketsam chiqib ketay. Saltanat ishlariga o'rlashmasam o'rlashmay. Jahonda hamma odam xon sulton bo'lib yashmaydi-ku oxir.
Xantağamның buncha valaqib ketishinin acitim yo'q edi. Biroq bu ahvollarni onamga qanday tushuntirarman? Uning mendan kutadigan bu emas edi. Hammaga qodir hikmat egasi bo'lgan ulug' va muqaddas Tangrining yuksak irodasi bir ishning yuz berishini bir sababning tug'ilishiga qarshilik qilibdi va har maqsadning amalga oshishini bir vosita orqali yana bir sababga bog'liq qilibdi. Dedi Sultan Xatun o'g'lining umidsiz va tagsiz xiyollarini bo'lib. Shul tapda nima o'ylayotganlarini, ko'ngillarida qanday g'am andishlarning g'alyon ko'tarayotganligini bilib turibdiman o'g'lim. Ümitsizlik insonning eng cho'ng dushmanidir. Merhum cennet makam pederleri to'lim umidvor inson edi. Mayli o'zidan nechasi kuchlik yov oldida, mayli tog'dek mushkulat, qiyinchiliklar oldida zinhor tengir qilgan, o'zini yo'qotib qo'ygan, bel qo'yayotgan emas. 2 kundan beri sizning bu bechora turuqlarini ko'rib qo'yminimiz qildim. Haqiqiy erkak o'g'il bolaning har qanday mushkulat oldida, haqiqiy erkak o'g'il bolaning har qanday mushkulat oldida umidsizlanishga haqqi yo'q. Insonning qalbida umid, maqsadchiligi pildab yenib tursa, uning yo'rtishi bilan nijotlik panohgohida mong'udak yo'l tepiladi. Shuni unutmaslaki, inson o'zining ahvolini yaxshilashga tirishadi. Ishlarining zamonning yordami bilan o'ngishli bo'lishini kutib turish oqilonlik emas. Ishlarining zamonning yordami bilan o'ngishli bo'lishini kutib turish oqilonlik emas. Uvaysxonning yuragidan shurrida targan bir hayajon butkul vujudini larziga soldi. Bu hayajonda xijillikmi, nomusmi, g'ayrat, jasoratmi bor edi. Uvaysxonning ko'ngil osmonida birdinda chaqmoq chaqib, 2 kundan beri qoplab olgan tumanlarni taritib etdi. Bu chaqilgan chaqmoq bilan tang ko'ngil osmonining bir burjigida iqbol quyoshi asta-asta balqiyotdi. O'g'lining ichki tuyg'ularini bilib olgandek so'zlayotgan ona ziyrak ham jasoratli ayol edi. U o'g'lining 6 oydan beri ahvolidan, bo'libmi 2 kun avval o'rdada duch kelgan ko'tirgisiz ohonat va xo'rliqdan to'liq xabardor edi. O'rdaning sirtidagi Amir Kabir qasrining ishkirki harimida egiz, qatma-qat tomlarning orasida musibat liboslarini kiyib, jahonning ishlariga qiziqmay yashayotganda qilgan bilan o'rda ichiga ishonchlik ko'z quloqlarni qo'yib, saltanat ishlaridan xabardor bo'lib turibdi. Bularning hammasini ona o'g'li uchun qilyotdi. Uvaysxon xijillik bilan beshini aytdi. Kechirsizlar ona. Kutgan yerlardan chiqolmadim. Ona o'g'liga norozilik bilan tikildi. Menga beradigan javoblari faqat mushulmi? Yo'qsu, dedi Uvaysxon onasining ko'ziga ishonch bilan qarab. Buzrukvorimning har bir luqmasi, go'harga tangdoshsiz tarbiyatlari, vujudimni chirmab olgan umidsizlik, mag'lubiyat tumanlarini pok-pokiz tarqitib etdi. Shu topda to'limi sagakman. Nijotlik panohgohida yo'l tepish uchun g'ayrat shamsirini qat'iy niyat bilib bilimigacha istiqbol jamolini ko'ngil bo'lmaydiganligini, botirlik o'qini tadbir yosida otmoqcha uning vijildab ushgan ovozini, g'alibi nusratning xush xabarini anglab bo'lmaydiganligini tushunib turibdiman. 2 kundan beri umidsizlik zindoniga asir bo'lib, buzrukvorimning ko'nglini besaramjon qilganimdan uzr tilayman. Sultan Xatunning chiroyida xotirjamlik, suyunish, iftixor ushqinlari so'z jilva qildi. Ammo ishki tuyg'usini bildirmaslik uchun chiroyini qasdan turib oldi. Uzr tilashlari hojatsiz, dedi ona salmoqlik bilan. Har qanday ona o'z farzandining katta ishlarni ro'yobga chiqarishini, el-avomning hurmatiga erishib, qillarda doston bo'lib yashashini, qilgan ish amallari bilan faxrlanishni orzu qiladi. Aslida mahkam tutsizlar. Sizlarni buyuk Mo'g'uliston saltanatining tizginini tutgan holatlarda ko'rganimdalar. Ondan bergan sutimga rozi bo'laman.
Ana o'g'lining chiroyi ishonch bilan yana bir qitim qarab etgandan keyin ovozni vazmin chiqarib, Qur'on Karimdagi bir qavm o'z qavmini o'zgartirishga harakat qilmasa, Tangri ularning ahvolini o'zgartmaydi degan oyatni o'qidi-da, qostishi jam silingan ko'mish patnusni ko'targunicha kayniga yondi. Shu topda ravaqti yolg'iz qolgan Uvaysxonning ko'nglidagi g'ashlik, umidsizlik, tushkunlik tumanlari butunlay yo'qolgan edi. Butkul asablarini onasi hozirli o'qigan oyat chirmib olgan edi. To'g'ri, harakat qilish kerak. Harakat Tangrining insonga bergan eng qattiq sovg'asi. Odam o'ziga, o'zining yuragiga ishonishi, ko'nglidagi qo'rqinchni yengish kerak. Umid uni yo'qotadigan eng katta yarog'. Qalbidagi umid ormani uchun harakat qilmagan insonning hayvondan farqi bo'lmaydi. Harakatsiz insonga Tangri madad bermaydi. Men shu topda Xon tog'amning ko'ziga qadalgan mixdan boshqa narsa emas xolos. U meni taxt saltanat uchun tahdid hisoblagan ekan. Undaqda men uni murodiga yetkazib, toji taxtga tahdid bo'lay. Shundaq. Merhum Cennet Makam babayı Büzürük Sultan Muhammed Han alileri hayat vaxtida vəli-əhdi bekitmegen, hatta taxt varisi haqqında vəsiyyətini qaldırmagan. Bundaq ahvalda saltanat qanunu boyunca qurultay çağırılışı, əmirlər kengaş qilib xonni bekitish kerak edi. Xon tog'amning yuragi shuni pok-pok. Shu sababdan meni ko'zdan yer qilmoqchi. Burna kundagi orda ziyofatida yuz bergan vaqa dal mush ishning boshlanishi. Onun qursiqida yana qandaq shumliqlar bor, buni bir Xudo biladi. Men yotbosh bir kim emas, Shavkatlik Tug'luq Temirxonning avlodi. U xavfsirgan, qizg'angan toji taxtda mening haqqim bor. Nemishqa hech qanday qarshiliqsizlik tashlab bergidekman. Qaysi gunoyim uchun Tangridan, ajdodlarning ruhidan hayo qilmay, meni o'rnidan haydamoqchi bo'ldi-ekan? Toji taxtni talashsam, tortib olsam tamamen bo'ladi. Onam rost deydi. Bergan sutini oqlashim kerak. Bu mening farzandlik, o'g'illik burchim. Bu dargohda ezilib o'tiravermay, o'rdadagi sadoqatman vijdonlik amirlar bilan, lashkariy divanning sarkarlari bilan kengashshay. Hurmatli o'quvchilar, Yasinjon Sodiqcho'g'lanning Bahodirnoma nomli kitobining birinchi qismini bugun mushagicha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganinglarga rahmat, xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.